Qudratli sehrgarning qasridan boshlab, boshqa qo'rqinchli maxluqlar va ularni danchlaridan tegishli hammamiz biladigan portal, ya'ni gullar va olmosdan yaratilgan bo'lib, hammamiz bilgan Twilight Forest modida deyarli hamma achivkalarni bajarib, bu dunyoda mazza qilib rohat bilan o'ynab o'tmoqchiman. Yangi olamimizga kirganimdan so'ng albatta birinchi o'rinda hamma bizga kerak bo'ladigan birinchi aslaqalarni yig'ishni boshladim. Undan so'ng uzoqqa ketmasdan men Nether portalini ham topib oldim. Xo'sh, ochib ko'ramiz sandiqimizni va oltin sabzilar ajoyib. Bularni hammasini albatta olishimiz kerak. Va aytgancha mana bu hamma ko'rgan gullarimizni, rang-barang gullarimizni hammasini yig'ishni boshlashimiz kerak. Bu nimaga kerakligini keyinroq tushuntirib beraman. Va sigirlarni ham o'ldirib, ularni terisini ham olishni unutmaymiz. U yerdan ozgincha o'rganimdan keyin birinchi qishloq kishanimizni ham topib oldik va u yerda albatta birinchi ko'zim o'shagan narsa mana bu bug'doy ko'pchalari. Xo'sh, mana bu galemni ham tezgina o'ldirib olamiz, temirli, chunki menga temir kerak. Uni tezgina o'ldirib, hamma temirni o'g'irlab olmoqchiman. Va tezgina mana bu bug'doylarni ham olamiz. Bu albatta nima kerakligini bilasizlar. Tekin ovqat. Bekor vaqtimni ketkazmayman keyin ovqatga. Qishloqchaning orqasida g'orni ko'rib qo'yganimdan so'ng g'orga tushib, bu yerdagi bor resurslarni yig'ishni boshladim. Olmos ajoyib, faqatgina shu olmos yetmay turadi. Portal qurishimiz uchun olmos ham tayyor va tepaga chiqib ketsak ham bo'ladi portal uchun. Portal uchun birinchi o'rinda 2 suv kerak va umuman farqi yo'q gullardan mana bu 8 tani dumaloq qilib ordisiga qo'yib chiqishimiz kerak. Va oxirida almaz otsak, mana bunaqa sehrgarlik bilan misli ko'rilmagan o'rmonimizga portalni ham ochib oldik. Va u yerga tushib olganimizdan so'ng hamma e'tiborimizni mana shu olamni achivkalarni yig'ishga boshlasak ham bo'ladi. Mana bu gigant bahaybat qasrni yetmaganda, mana bu modni birinchi mobini ham uchratdik. Va kerak yaxshi narsani cho'zib o'tirmasdan uni tushib o'ldiramiz. Va achivkani ham ishlab oldik. Olmos, bu yerlarda ham olmos bor ekan, zo'r. Bu esa nima? Chiroq tarqatadigan yer ostidagi gullar. Olib olaman o'zim bilan, kerak bo'lib qolar. G'ordan chiqqanimdan so'ng o'zimni oldidagi birinchi streyniga yo'l oldim. Xo'sh, qanaqadir tashab ketilgan yoki bilmadim, tark etilgan, tark etilmagan ekan, baribir kimdir qo'yar ekan, unaqa skelet druid. Ha, mayli, buni ham buzib tashlaymiz. Sandiqda ovqatdan boshqa yo'q narsa. To'xtab turinglar, bu yerda qanaqadir podvolchi ham bor ekan. Albatta tushib ko'ramiz, balkim bu yerda qanaqadir boyliklar bordir, rudalar. Afsuski yo'q. Tovuq va chirib ketgan karchka. Mayli. Topgan resurslarimdan arra va qilich qilganimdan so'ng birinchi bossga borishni yo'l oldim. Undan oldin esa mana bu o'rgimchaklar labirintiga kirib o'tishimiz kerak. U yerdagi qutilgan kuchuklar va o'rgimchaklarni o'ldirsak, yana bitta achievkani qo'lga kiritamiz. Zo'r. Adashmasam, mana bu kufilayotgan hasharotga o'q otsam, achievka olaman. Yaxshi, esimga tushib qoldi. Mana bu ularni o'ldirishni davom ettiramiz, lekin boshqa achievka bermasa ham. Mayli, lekin mana bunaqa krasitel berdi. Rahmat. Va yo'ldaligimda kichkina o'lchamli tepalikni ko'rib qoldim va uni ichiga kirib chiqishim shart edi. Eslatma uchun bu modda bizdan xarita yasab olamiz va u xaritada har xil o'lchamli tepaliklarni bor. Va ularning hammasini o'zini rudalari va moblari bor. Topildi va o'ldirildi va nihoyat. Xo'sh, vaqt mana bu kobrachamizni o'ldirish vaqti ham keldi. To'g'rimi? Boshqa joy yo'q ochish uchun, demak mana shu yerdan kirib qo'yib urishga tayyormiz deb aytib qo'yiraman. Xo'sh, qani va mana uzungina juda ham katta maxluq. Umidim komil jang unaqa oson bo'lmaydi, chunki ko'rishingiz mumkin juda ham tez va lekin o'rin berishi unaqa katta emas ekan. Ataga yarim HP dan o'tda nima degan gap bu? Urush bo'yicha aytadigan bo'lsam, umuman qiyin bo'lsa emas bu. Tinchgina urib qochib yursam bo'ldi, lekin mana bu uchirib orishlari menga juda ham yoqmayapti. Yaxshi hamki ikkita urgandan keyin o'zi orqaga qarab qochib ketar ekan, boshqa tarafga. Agar bittada meni umuman kuchsiz urganda oson bo'lmasdi. Xo'sh, qani bo'la qol. Juda ham kichkina bo'lib ketdi, ko'rishingiz mumkin. Ataga ikkita boshli tanasi qoldi va tezgina uni o'ldirib yuborish kerak. Tashladi va tezroq o'ldirib qo'yishim kerak. Umuman boshqa kutkim kelmayapti. Bu bilan orqasidan yugurib yuraverib yana bitta urish kerak ekan. To'xta, qo'sachi. Va bo'ldi. Bu bossni ham o'ldirdim va yutdim. Ajoyib. Va sandiq qishamizda esa bu bossni boshi va unga borli cheshuvkalari.
buni boshini kiyib olsak ham qanaqangi maxluqman bashara. Vau, qo'ychalar xil rangli yana. Albatta ularni shersini olaman. Keyinchalik kerak bo'ladigan gullarni aytayotgandim boshida, ayniqsa ularni shersi kerak edi. To'g'ri, shersga hali ularni almashtiramiz. Bu yerda tayyor shersli rang-barang qo'ylar bor ekan. Albatta ularni olaman. Ajoyib. To'xta, qochib keta olmaysan. Mana shu qushchani juda ham ko'p qidirdim va nihoyat topib oldim uni. Nimaga bunaqa bu qushni juda ham ko'p qidirdim deb aytmoqchi bo'lsanglar, chunki undan mana bunaqa pat qilib olib, yangi yana bitta achievka olamiz va mana shu pat orqasidan yana shuncha vaqt kutayotgan narsani yasaymiz. Bu esa xarita do'stlar. Xo'sh, va ham yana bitta achievka va endi eng muhimi xaritamiz bor do'stlar. Endi bemalol ko'rib yursak bo'ladi, nima, qanaqa biom, qaysi tarafda qurilishlar bilan zo'r. Boshqa bossni oldiga borishim uchun menga yaxshiroq branya kerak edi. Yaxshiroq branyani hozir esa almazni setdan tashqari mana bu o'tgan bossimizning chishvoyalaridan qilsak bo'ladi. O'shaning uchun tezgina uni borib, yana bir marta o'ldirib, lootni olib branya qilishni boshladim. Xo'sh, juda ham ko'p chishvoya chiqdi, zo'r. Adashmasam hozir yetish kerak. Ham nagrudnik va ishtonchalarni qilib olishga zo'r. Bu достижение ham bor ekan bunga, ajoyib achievka va mana bu branyam уже o'lib qopti, lekin undan ham zo'r железный almazный setga o'xshaydigan hozir branya yasab oldim, zo'r. Endi esa vaqt ikkinchi bossimizga ham keldi. Syujetning progressiyamiz bo'yicha va u mana bu juda ham va toshli qasr ichida. Xo'sh, vaqt keldi. Mana bu qasrning ichiga kirishdan ham mana bu kirish bo'lsa kerak, boshqa chunki kiradigan joy ko'rmayapman va qanaqadir o'lim kitob kutyapti. Mayli, san tezgina o'ldirib olaman va ichidan qanaqadir chopda tushdi. Uron ham berishga menga ulgurmadi, lekin men uni tezgina o'ldirib oldim. Tezgina mana shu qasrning tepasiga chiqishim kerak, mana shu hamma moblarni o'ldirib. Mayli, unaqa tez bo'lmaydi menimcha bu, chunki bir necha marta o'tyapman bu moddagi bunaqa qasrlarni. Lekin tezgina chiqib olamiz degan umiddaman. Xo'sh, ko'ryapman bu yerda bunaqa spawnerlar bor ekan. Bunisi zombini spawneri ekan, bularni ham tezgina o'ldiramiz, chunki tugamas, urushni o'zim ham xohlamayapman. O'zim bilmagan holimda lichni oldiga chiqibman, o'zimizni sehrgarning oldiga va mayli tezgina urushni ham boshlasak bo'ladi menimcha. Hozir adashmasam, u hozirgi bizning birinchi faslda mana bunaqa olovlar otadi, sehrli dumaloqlar va uni bir amallab o'ziga ortishim kerak va mana bunaqa kolonlardan ham ehtiyot bo'lishim kerak, orishib, ishonchim komil orishiga ham. Eng muhimi uzoqqa chiqib ketmasligim kerak, sal bekinibroq o'ynashim shart. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun xo'sh, ikkita qaytarsam bo'ldi menimcha. Oxirgisi qanaqa otaqo, oxirgisini qaytarsam menimcha boshqa faslga o'tadi va mana boshqasida esimda yo'q nima qilishi, lekin hozir urib olishim kerak. Yarim HP'sini yechdim va bekinibroq o'ynashim kerak. Ikkinchi faslda mana bunaqa zombilarni chaqirar ekan. Tezgina uni o'ldirib olaman bo'ldi. Bu muammo emas. Yana mana uni yangi rejimida esa ahmoqqa o'xshab oldimga yugurar emush. Bu sana eng katta qilgan xatoing, chunki adashmasam HP'ing ham juda ham ko'p. Oladigan HP'ing ham va kichkinagina chumoliga o'xshab olar ekan. O'shaning uchun tezgina kerakli olamiz va unga umuman vaqt ketkazmaymiz. Teleportam qilib, o'ldirib qo'yaman va zo'r do'stlar, yana bitta achievkamizni oldik. Mana bu sehrgarni o'ldirib. Keyin esa hamma lootda sandiqimizdan olib, qolgan vaqtimizni keyingi bossning oldiga borishga ketkazamiz. Va keyingi boradigan biomimiz botqoq biomi. Botqoq biomiga esa borishimiz shart, chunki u yerda yangi boss va boshqa achievkani qo'lga kiritamiz. Bossning dungeon ham topildi. Uni shu yerga hozir endi tezgina borib olishimiz kerak tushishga. Mana shu yerdan pastga tushib olishimiz kerak. Reshotkani sindirib, qani olg'a. Ketdik. Mana pastdaman va adashmasam bu yerdan men pastga yo'lni qidirishim kerak. Pastga tushib, bossni oldiga, ya'ni Minotaurni oldiga va yetish esimdan chiqib qoldi. Bu yerda Minotaurlar yuradi, har xil oddiy moblardan tashqari. Mana bunaqa yo'lda sandiqlar ko'rinishi mumkin, lekin ehtiyot bo'lish kerak, chunki bular tuzoq bo'lishi mumkin. Tagida dinamitli mana bunga o'xshagan ko'rishingiz mumkin sandiq qizil ranglisini cho'ktiribdi. Demak, bu 100% ichida dinamit bor. Dinamitlarni tez sindirib tashlab, bemalol ochib, qanaqadir narsalar bo'lsa olib ketishimiz kerak.
Aytgancha, Minotavrdan bunaqa go'sht tushdi va buni ham yeb olishimiz kerak, chunki bitta missiyamiz bor. U missiyamiz etilishi bo'yicha bu moddaga hamma ovqatlarni yeyishimiz kerak. To'g'rimi, Minotavr? Tezgina o'ldirib olamiz sana. O, yana bitta pastga yo'l topildi. Endi esa tezgina pastga tushib olishimiz kerak bossni oldiga va boshqa yana qiziq narsalar ham bor. Bularni esa keyinroq aytib beraman pastga tushganimizda. Xo'sh, men hozir mana bunaqa yangi chiqqan ovqatni ham yeb oldim. Wafli degan va ko'rishimiz kerak 3 ta 7 tadan. Adashmasam to'g'ri ketyapmiz. Mayli, o'z menimcha 3 ta ham ovqat topib yeb oldim hammasini. Eng muhimi oxirida esimizdan chiqib qolmasa bo'ldi, nima qolib ketdi, nima qolmadi. O'sha uchun topishimiz bilan ovqatda hammasini yeb olishimiz kerak tez bilan. Bu dungeondan topib olgan tangamizni orqasidan biz xarita yasab olamiz. Mana bunaqa qilsak, bo'sh xarita va undan keyin labirintni kartasi. Bu degani mana bu yerni qidirsak, mana bu xarita orqali biza devorni oldiga devorga uchrashimiz kerak. O'sha devorni dinamit bilan sindirib portlatib yuborsak, ularning orqasida juda ham har xil juda ham ko'p lootlar chiqib keladi. U lootning ichida juda ham zo'r bronya yoki оружие bo'lishi mumkin, boshqa aslahalar bilan. Ular albatta bizga kerak bo'ladi. O'shaning uchun kelinglar qidirishni davom ettiramiz. Adashmasam mana bu devor orqasida turibdi. Ha. Demak, mana shu yerdan portlatsak bo'ladi dinamitlarimizni. Tezgina portlatib, yetib olamiz xazinalarimizga. Dinamit tushib qopti. Bo'ldi, bu yog'iga endi ehtiyot bo'lish kerak, chunki yozgani sindirsam, dinamitlar portlab ketib, ichidagi sandiqdagi xazinalarim yo'q qolishi mumkin. O'shaning uchun tinchgina almazni kirka qilib kelinglar. Qazib qo'ya qolaman. Va to'g'risini aytsam, sandiqning ichida o'ylaganimdan ham zo'rroq bronyalar, xil luklar va eng muhimi kirka bor edi. Bu kirkani o'zi zo'r bo'lishidan tashqari, uni olsak, yana bitta achievka qo'lga kiritamiz. Undan so'ng dungeonni bo'sani topib, uni juda ham tezgina o'ldirib olib, ichdagi lootni olib ketdim. Xo'sh, tezgina mana bu Minotavrni bilmadim suvli sho'rvachasini ichib olaman va achievka olaman. Zeli istileniya bilan ham tez olaman vaflilarga qo'shib, chunki hozir ovqatga albatta yo'q demagan bo'lardim. U yerdan chiqib olovli biyomga yura oldim va aynan o'sha biyomda ko'pchilik biladigan va eng mashhur mana shu modning bosslaridan biri bizni kutib turibdi. Va mana bu yerda turgan bo'lishi kerak o'sha boss, lekin ko'rinmayapti. Mana ko'rolmay o'sha bo'lsa Gidra nomli 3 boshli drakon. Tushunarli, yerdan mana bunaqa tuzoqlar bor ekan, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Qitl rangi bo'lgani uchun umuman ko'rinmayapti. Nimalar qilib tashladim? Oldingi dungeondan topgan zelalarimni ichib olib, tayyor bo'lib, ajdar bilan urushni boshladim. Xo'sh, bilmadim, hozir uni menimcha arra bilan tekisda bo'lar ekan, mana bunaqa olovlarini chiqaryapti, lekin menda zeliya olovdan tashqari zeliya bo'lgani uchun umuman oson bo'lyapti. To'g'risini aytsam, HP juda ham ko'p, lekin urin umuman ketmayapti undan. Qilichimni ishlatsam, yaxshi ham zeliya topilibdi dungeondan. Bilmadim unda qanaqa ketqizish kerak urinni. To'g'risini aytsam, yo'q, lekin boshiga otsam ko'rishi mumkin, urin ketyapti, lekin o'shaning uchun menimcha rostdan ham boshiga otsam kerak. Boshiga otmayman, yaxshigina ketyapti hozir urinni. Bechora olovlari esa menga bir tiyin. Otadigan bunaqa fireballlarni bittasini o'ziga rikoshet qilib jo'natib yuborsa bo'lar ekan. Tushundim. Xo'sh, menimcha mana bunaqa deb ko'rsatsa bo'ladi. Yaxshigina o'zini olovlarini yeb oldi va bitta boshi yo'q qoldi. Tezgina menimcha e'tiborchi bo'lganim zeli ham hozir o'chib qoladi. 3-boshi 4 ta boshli yo'q qoldi. Tezroq menimcha generatsiyasi yo'qdigan umiddaman. O'shaning uchun tezgina uni yo'q qilishim kerak, chunki zeli ham hozir tugashni boshlayapti. Ulgurmadim hozir bittasini ham ushlab olishga. Chiqar, xo'sh, fireballaringni chiqar. Ikkitasini teqqizdim va menimcha bitta urdan yedirsam bo'ldi va yo'q, hali ham o'ldira olmadim. Xo'sh, qani bitta olovni chiqarib bitta uraman va sandagi drakonni yutgan bo'laman. Xo'sh, chiqarasanmi va yutdik. Gidrani o'ldiruvchi qahramon men bo'ldim bu yerda. Ajoyib. Undan keyin sandiqdan chiqqan hamma lootni olib, bossni g'oridagi hamma almazlarni topib olib ketib, yana bitta achievkani qilishni boshladim. Uning uchun olovga bir marta kirib chiqib, urin yeb, ovqat liniyasini 0 ga tushirsak va gidradan chiqqan gidrani go'shtini yeb ko'rsak, yana bitta achievkani qo'lga kiritamiz.
Endi esa yangi bossni oldiga emas, balki o'tgan sehrgarni qasrida boramiz. Ya'ni undan oldingi 4 ta sehrgarni topib o'ldirishimiz kerak. Chunki menga ulardan tushadigan sehrli cho'plar kerak. 4 ta har xil sehrli cho'pni topsak, achievkani olamiz va keyingi biyomga yo'l olamiz yangi bossni o'ldirish uchun. One eternity later. Xo'sh, mana men hozir yangi biyomga keldim va mana shu qop-qorong'i bo'lgan biyomda biramanlab danjimiz topa olishim kerak. Bilmadim, fakel ham yordam beradimi yo'qmi? Ha, mayli, harakat qilamiz degan. To'xtanglar. Mana bu moblar menga tashlayapti. Tumanli volk. Mayli, bu bo'rchalarni o'ldirib yuboramiz tezgina. Juda ham katta bo'rilarni qop-qora. Xo'sh, ko'rinishdan qanaqadir baryerlarni qo'yib qo'yishibdi. Bu baryerlar syujetning progressiyani o'tmaganda bo'ladi. Masalan, bossni to'g'ri ketma-ketlikda o'ldirmasa, lekin ko'rinishidan urun yetkazmayapti menga. Demak, mayli, bu qanaqadir modni bug bo'lsa kerak. Hech qanaqasiga ta'sir qilmaydigan umiddaman. Bu butun mana shu Twilight Forest modini o'zimga o'tib olishimga. Mayli, achievkalarni o'tish qilishni davom ettiramiz va hozir danja qidirishni boshlayman desam va bossimiz danja ham o'zi topilib qoldi va adashmasam mana bu yerga farqi yo'q, bossni bitta boshini qo'yib qo'yish kerak va achievka ham topildi va o'sidan ham topildi. Ajoyib do'stlar. Qidirib o'tiraman hozir, yana shu baryerlar yuzim oldida aylanib yurganini demoqchi edim, lekin yo'q, tezgina topib oldim va birinchi mana bu krabchalarni o'ldirib bossni xonasini qidirishni boshlayman. Qanaqadir yana lootlar bo'lsa, albatta ularni olib ko'rsatib ketaman. Bular esa bu modning asosiy custom moblari. Mana shu dungeon uchun va u nimagadir menga tashlanmayapti. Mana bu tepasi qani bu goblinchani mayli. Mana bu o'rgimchaklarni esa slizli o'rgimchaklarni ko'rgansizlar. O'shaning uchun bilan tezgina o'ldirib, pastga qidirishni qidiraman. Kela qol tezroq. Yaxshi ham qilichim olovli. O'zi tezgina o'zini o'zi o'ldirib yubordi. Osmonda uchar tosh katta va bu yerda har xil qiziq minerallar bor va rudalar. Va mamlaqa krab. San yo'qol bu yerdan. Ko'rinishdan almaz yo'q, demak, ma'no ham yo'q bu yerda qolishdan. Ketdim men bu yerdan. Xo'sh, va mana bu yerda adashmasam sandiqlar berkitilgan. Ham adashmasam bu yerda hech qanaqa dinamitlar yo'q. Zashita uch. Bularni albatta olamiz. Kerak bo'ladi hali do'stlar. Va o'ylashim bo'yicha topildi dungeonning bo'sana joyi. Zo'r. Obsidian va mana shu tobutchalarning ichidan chiqish kerak edi. O'zi bitta boss o'ldirishim kerak, lekin bu yerda naqd 6 ta. Chiqisi yo'q. Bu yerda faqat bittasi haqiqiy va bittasi haqiqiysini topib, uni urishim kerak. Oxiri bu nima degan bo'lardi? 200 lamachalari yo'q bo'lib ketadi va bitta o'zi qolib ketadi. O'shani tezgina tutib qo'yishim kerak va tushunarli. Bu ham bunaqa qiyin bossga ko'rinmayapti ko'rinishidan. Hech qancha urushmasdan ham jonini olib qo'ydim. Mana bu bilmadim qanaqa yetishib ham arvoh askarimi bilmadim. Temirli bo'ldi. Kela qolsani o'ldirib qo'yaman va yana bitta qolib ketibdi, mayli. Xo'sh, va menimcha eng oson o'zim yo'q qilgan mana shu moddagi bosslarga qo'shib qo'ysa bo'ladi bemalol. Mana Minotaur darajasida bo'lsa kerak. O'yin sandiqimizda esa qanaqa lootlar bizani kutib turibdi va har xil juda ham zo'r bronyalar. Boshdan tashqari hammasini olamiz. Ayniqsa mana bu zo'r bronyani. Va endi esa vaqt menimcha eng qiyin bo'lgan bosslarni va eng juda ham katta va qo'rqituvchi darajada katta dungeonlarni biriga ko'rishingiz mumkin. Tepada Ghastly yuribdi va men mana shu dungeonni eng pastidan tepaga biramallab chiqib olishim kerak. Ancha yuraman, bunisiga ishonchim komil. Xo'sh, bu dungeon ko'rishingiz mumkin. Mamlaqa noodatiy eshiklarga ega va mana shunaqa eshiklar orqali biz har xil joylarga yurishimiz mumkin. O'zi umuman bu dungeonda va bu eng pastidaman va menimcha bu labirint bo'lsa kerak. O'sha labirintdan o'tishim kerak. Teparoqqa sekin-sekin chiqib yurishimga. Sandiqcha. Bu yerda esa menga kerak bo'ladigan kekslar. Kekslarni yeb oldim. Dostojaniyani amalga oshirdim. Va endi dungeonning eng qiyin joyiga keldim. Bu mana bu irchaklar orqali yo'lni yasab, biramallab tepaga chiqib olish yo'li edi.
Xo'sh, men tepadaman va tepaga chiqishni davom ettiramiz. Bizni bossimizni oldiga, ulkan Ghostni oldiga. Undan keyin yana keksdan topib olib, ularni birlashtirib, yana bitta achievkani qo'lga kiritdim. Hoppa, bu yerda hali yana noodatiy golemlar ham bor ekan. Karminitli golem, mayli. Tepadan yana bittasida tepada spawner bo'lsa kerak. Mayli, keraksan tezgina o'ldirib olaman va sizlarga qarab o'tirmayman. Oddiy golemdan HP-si lekin ancha kamroq. Xo'sh, adasmasam bilmadim bu nimani krafti, ключlarni krafti bo'lsa kerak, bizga kerak bo'ladigan, lekin ularni ishlatib bo'ldim. Mayli. Bu yerda hamma mana bunaqa richaglarni qo'yib chiqsa, mana bunaqa almazniy bloklar bor. Hozir yig'ib olaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, lekin yo'q. Bu hammasi yolg'on. Bu hozir hammasi buzilib, bunaqa zor qurilishga strukturaga aylanadi. Mana bunaqa buzilib ketib, oddiygina hamma narsaga ishonib bo'lmaydi, mayli. Xo'sh, qani men tepadaman va mana urgaz kutyapti mana. Salom. Chiqishim bilan o'zi ham tepamdagi spawn bo'ldi va ehtiyot bo'lish kerak bilmasdan arram otib bordim va yomg'ir yog'ib chaqmoqlar ham boshlandi va mana bu pastdan tushadigan yig'lashlardan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki agar menimcha menga tegsa, yaxshigina uron oladi. Bunga ishonchim komil va yo'q. Men bunaqa o'zini kichkinagina klonchalarni ham chaqirar ekan, ular ham albatta menga xalaqit beradi. Biz hozir albatta oddiy luk orqali ham unga uron yetkazishimiz mumkin, lekin bu yerda eng muhim, eng katta uronni yetkazadigan narsa mana bu yig'ichu narsalar. Urgasni va ko'rishing mumkin qancha uron yetkazadi. U bitta o'zi yarim HP-sini olib qo'ydim bitta shu yig'uvchini o'rniga. Lekin uni ham har doim ham qo'l olaman. Uni ham kutadigan joyi bor. Mana bunaqa qayta o'qlash uchun vaqt kerak va vaqt uchun farqi yo'q, qanaqadir mob ham kerak. Mana men yig'iluvchi yomg'irda qolib ketdim. O'zidan tushadigan va ko'rishingiz mumkin yaxshigina uron oladi u. Mana tezgina yig'ib olish kerak borligida. Hatto sindirib qo'ydi plitani ham. Xo'sh, davom ettiraman u yerdan bu yerdan yig'ib yurib, qayta o'qlashni mo'ljallab va mana tutildi yana bir marta va tezgina uron yetkazishni davom ettiramiz hech narsani kutmasdan va bu safar kam uron yig'ildi. To'g'risini aytsam qo'rqdim va gazdan o'zini ham qarasanglar, ozgincha qon chiqib qizarib qoldim yoki boshida ham shunaqa qaytib bormayman mayli. Eng muhimi tezroq tezlashib yig'dirishim kerak. Yana shu bilmadim bu energiyasinimi yoki va menimcha oxirgi marta mana shu yig'uvchi narsani ishlatyapmiz va tezgina hamma HP'sini hozir olamiz va olov ko'z yoshlari degan yana bitta achievkani oldik va tezgina uni o'ldirib oldik. To'g'risini aytsam, o'ylaganimdan ancha osonroq bo'lib chiqdi. Eng muhim boshda mana bu yig'uvchi narsalarni qanaqa ishlatishga o'rganib olsam bo'ldi edi. Sandiqda esa ruda yig'ish uchun yana qonlar, bosh va bilmadim, yana qanaqadir tishlarni qanaqa ishlatish esimdan chiqib qoldi, ko'rib olish kerak. Xo'sh, endi qanaqa bu yerdan tushamiz deb so'rasanglar, o'zim ham bilmadim. Mayli, hamma skilllarimizni ishlatib, qobiliyatlarimizni qo'lga olib, suv bilan bir amallab tushishga harakat qilamiz. Xo'sh, mayli, bu safar o'xshadi va shunaqa sekin asta tushib olishga harakat qilamiz. Endi esa vaqt qorli biyomga keldim. U yerda eng chiroyli bo'lgan danjlardan bittasi o'rnatilgan, mana bu yetilardan tashqari. Undan tashqari bu biyomda juda ham chiroyli bo'lgan muzli qasr ham bor va u yerdagi bossni ham topib mag'lub etishimiz kerak. Salom. Endi bu joyni topishim bilan mana ikkita mana qorli bo'ri va yeti kutyapti. Og'zidan nima dedim chiqarar ekan. Xo'sh, yeti menga qaracha sani nima udarlaring bor degandim, mayli bitta urinda uchib ketib qoldi. Xo'sh, ichidan mana bunaqa mexlar tushadi, Arktika mexlari va bu mexlardan biz bronya yasab olamiz. Bu bronyani albatta yasashimiz kerak, keyinchalik bizga kerak bo'ladi achievka uchun. Danjga tushishim bilan birinchi o'rinda bossni chaqirishdan emas, balki mana bu moblarni o'ldirishni boshladim. Yetilarni ichidagi mexi menga juda kerak bo'ladi, keyinchalik aytganimdek achievkani bajarish uchun. Xo'sh, mana kelinglar endi bronya tanlaganimizdan keyin farqi yo'q, rasmga, rangga bo'yab chiqishimiz kerak va achievkani olamiz. Bo'richa. Xo'sh, mana endi mana shu bizani bossimiz Alpha Yeti degan. Jon unaqa ko'p emas, 200 ta. Boshqa bosslarga qaraganda bu modda ko'p, lekin endi o'zini ko'rishingiz mumkin kattaligi uchun.
Hozir oldiga bora olmayman. Menimcha tepadan tushayotgan sasulkalar menga xalaqit beryapti. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, ozgincha o'rganimdan keyin yig'layapti va yig'lagan paytda eng ko'p urin qolishi mumkin va nimadir menga yetib turibdi hozir. Ha, bu modda bosslar juda ham oson. Bilmadim, kim bu mod bosslarni o'ldira olmaydi, ahmoq bo'lmasang. Shimol yoki qutb, bilmadim, chiroyi deb aytsa bo'ladi va ana u yerda bizning muzli qasrimiz. Ana shu yerga borishimiz kerak. U yerda bizni yana bitta boss kutib turibdi. O'sha yerda aytaman qaysi. Xo'sh, ha, chiqib oldim muzli devordan va qaranglar yana kimlar bor ekan bu yerda. Bu modda bunaqangi xavfli moblardan tashqari bunaqa shiringina pingvinlar ham bor ekan. Ajoyib. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p. Zo'r, bunaqa moblar ham borligi yaxshi, lekin vau do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Mana bu chiroy bilan birga qasr zo'r ko'rinyapti. U yerda esa mana ikkita moblar kutib oldi. Dumaloq rulga o'xshagan muzli gidrolar va qorong'i biyomdagi askarlar. Ularni tezgina o'ldirib olib, sandiqdan shishali qilichni topib, bossni oldiga ham keldim. Xo'sh, mana bu yerda adashmasam boss so'zi chiqish kerak va mana bizning bossimiz. Bu soti esa bilmadim, muz malikasi yoki qor malikasi, bilmadim, koroleva va mana yana bitta достижение qilindi va endi mana shu malikani bir amallab o'ldirib yuborishimiz kerak. Va bitta zarba qilsam bo'ldi va qor malikasi yo'q bo'lib ketadi. Naqd ikkita достижение oldik. Bu yerda esa qorli qanaqadir arra va boshi. Xo'p, achivkalarni ko'radigan bo'lsak, mana bu achivkani yana ham qildik. Bu yerda gasni, qorli malikasi va gidrani o'ldirishimiz kerak edi. Menimcha buni olish uchun hammani o'ldirdik. Ajoyib. Yana ozroq достижениyalar qolib ketdi. Bu achivkalarni ham hozir tezgina qilib olishimiz kerak. Yana bitta syujetni progressiyadan o'tishimizdan oldin. Buni qilish uchun biz rangli biyomni topishimiz kerak edi. U yerda bitta noodatiy echki yuradi. U echki esa biz har xil shestlarni berishimiz kerak. Ana shu topgan har xil gullarni va aytganimdek qo'ylarni shersti mana shu echkiga kerak bo'ladi achivkani olish uchun. Mana o'shaning uchun kelinglar hamma shestlarimizni tayyorlab, mana shu echkiga yedirib yuboramiz. Bir necha ranglar yetishmayotganligi uchun men oddiy merga qaytdim. U yerda tez kerakli bo'lgan shestlarni tayyorlab olib, yetmaganlarni esa yo'lda topib oldim. Va kelaqol vaqt keldi. Men hamma shestlarni bemalol yeb borishim mumkin, hammasi senga. Xo'sh, oxirgi mana shers qoldi berish uchun va adashmasam hozir achivka qilinadi. Va anaqa rok ham berdi. Bu bilmadim, yerni chopib ichiga chopib borsa bo'lar ekan va meshok. Buning ichida esa har xil qimmatbaho toshlar, bloklar va uni boshi. Yana bitta achivka qilishi uchun meni hali ko'zimga ko'rilmagan va qidirishim kerak bo'ladigan katta tepalikda men arvohni topib o'ldirishim kerak edi. Va oxir syujetning progressiyani topishim uchun men mana shu birinchi fordagi qasrni topib, u yerda tagidagi g'orda trollni o'ldirib, katta obsidianni budishim kerak edi. Bu obsidian va to'rtburchakni biz oddiy kirkida buza olmaymiz. Uning uchun bizga sehrli loviyalar kerak. Uni keyinchalik biz oddiy tepada uni ekib qo'ysak, ko'rgan yoki eshitgan ertaklarimizda katta loviya tepaga osmonlarga chiqib ketadi. FPS'imlarni ham yeb yubordi. O'zi ham rostdan ham bulutlarga chiqyapman. Ko'rishingiz mumkin qanaqangi tepada joylashgan u joy. Xo'sh, men tepaga chiqib bo'lyapman va bu yerda ko'rishim mumkin naqadar katta daraxt va mana menman, bu meni klonlarim, uylar va mana shu klonlarimdan bittasini o'ldirishim kerak. Qo'lida kirka bor va tushib ketsa nima bo'lar ekan, pastda ham urishamanmi yoki tepalikdan tushgandan o'ladimi bilmayman. Buni tekshirib o'tirgim kelmayapti. Tezgina klonlarimdan bittasini topib olib, uni o'ldirib, achivkani olib olib, mana shu ulkan kirka bilan obsidianni sindirishni boshladim. Mana shu lampa bizga kerak edi, olov lampasi, chiroqcha. Bu yordamida esa nima qilishni keyinroq aytaman. Yana bitta eng qiyin men uchun bo'lgan achivkani qilib bo'lganimizdan so'ng. Va men aytayotgan eng qiyin achivka bu modda maniakal dendrolog do'stlar. Bu achivkani qilish uchun tom ma'noda hamma daraxtdan bo'lgan narsalarni craft qilish kerak bu moddagi. Buning uchun har bitta daraxt turini topishim kerak. Undan tashqari bu yerda noyob daraxtlarning turi ham bor. Ularni esa faqat mana bu katta daraxtlardan topsa bo'ladi.
Ajoyib. O'zim bilmay qolman, bu achievkani qilayotganimda protsessda. Zo'r. Va nihoyat butun o'yinni oxirgi darajasiga yetdik. Mana bu tikonlarni aytayotganimdek chiroq orqali yondirib yuborsak bo'ladi. Ha, endi tikonlar yo'q, oddiygina chirib ketgan mana bunaqa kulrang kulga aylandi. Ha, endi bemalol bulardan o'tib ana shu oq saroyimizga yo'l olsak ham bo'ladi. Oppa. Mana yana bitta achievkani oldik va chap pastki tarafda yozilgan narsaga e'tibor bermanglar. Buni sal keyinroq tushuntirib beraman. Qasr oldiga chiqib olganimdan so'ng. Bo'ldi. Men qasr oldiga chiqib oldim va endi bossni oldiga chiqaman. Oxirgi boss fight qilish uchun deb o'ylayotgan bo'lsalar, afsuski yo'q. Afsuski mana shu joyda oxirgi boss fight bo'lish kerak edi. Mana shu Twilight Forest'ni syujetniy protsessi bo'yicha oxirgi tugatadigan jang bo'ladimi bilmadim, lekin afsuski bu mod hali tugamagan. Ha, shuncha vaqt o'tib ketgan. Adashmasam 2013-yildan beri bu mod ishda bo'lib turibdi va yangi versiyalarga qo'yilib baribir nima bo'lsa ham 3 bo'lib turibdi, lekin hali ham oxirgi boss chiqarilmagan va syujet hali bu yerga tugamagan. Mana bu yerga yozib qo'yilgandek hali tugamadi bu mod va mana Discordga kiringlar deb aytmoqchi. Hamma do'stlar, to'g'risini aytsam bu menga yoqdi. Bosslar juda ham osonada. Mayli, bunga endi aybdor qilmaymiz bu modda. Ko'rilishi mumkin hamma achievkalarni deyarli qilishga harakat qildim bilganlarimni. Agar bu video sizlarga yoqsa, albatta do'stlar, like qo'yinglar va men tugataman.